Masalan, boshda aytgan shu 5 kunda tugaydi urush yoki Amerika g'alaba qozonadi, Amerika Eron masalasini aytaylik bir haftada hal qiladi. Buni hammasi o'zini oqlamadi. Kim shunday degan bo'lsa, hamma noto'g'ri edi. Hormuz bo'g'ozini man yillab yopilgan holati bo'lishiga nisbatan pessimistik fikr bildirgan bo'lardim Shavkat aka, chunki Endi hozir holat mavhum holatda, na urush, na tinchlikda. Mana Kechagi o'sha berilgan axborotlarda Donald Tramp va Netanyaxu o'zaro suhbatlashgan va shu vaqtda Donald Tramp Netanyahuni juda ham haqoratli so'zlar bilan mana shunday koyib tashladi, so'kib tashladi deb yozildi va agarda mana endi e'tibor qaratsak, urush boshlanishidan avval va urushning mana shu lahzasiga kelib Netanyaxu va Trampning Eron bo'yicha strategiyasida bo'linishlar yuzaga keldimi degan savol. Ha, to'g'ri bu ko'rinyapti, lekin bu ko'rinish qanchalik, bu bo'linish qanchalik degan masala ham borda. Shavkat aka, marhamat. Netanyaxu oxirgi 30 yil davomida Qo'shma Shtatlarning bir nechta prezidentlari bilan tortishgan, bir nechta prezidentlardan dakki eshitgan. Bunaqa aytaylik haqoratomuz so'zlarni birinchi marta eshitishi emas. Donald Trampdan avval ham eshitgan, yana eshitgan. Kecha Axios nashrida bu Donald Tramp nimalar deganligi so'zma-so'z hammasi yozildi, lekin Isroil tarafi ham Oq uy ma'muriyatidan ham bu tasdiqlanmadi, lekin so'zma-so'z yozildi. O'sha sen Isroilni butun dunyoda yomon ko'rsatib qo'yding, senga nisbatan nafrat oshdi, agar men bo'lmaganimda sen hozir qamoqda o'tirgan bo'larding kabi so'zlarni ishlatgan. Va avval ham Donald Tramp aytgan edi. Endi bu yerda bir narsaga e'tibor qilishimiz kerak. Bunday tortishuvlardan biz juda ham ilhomlanib ketishimiz kerak emas. Bu tortishuvlar juda ham nima deydi, haqiqatga yaqin bo'lib, mana Isroil bilan shtatlar o'rtasida sovuqchilik tushdi. Endi shtatlar Isroilda manfaatlarini ko'zlab Eron bilan urushni ehtimol to'xtatishi mumkin yoki G'azoda yoki Livanda pozitsiyalarini o'zgartirishi mumkin degan bir xayolga borishimiz kerak emas. Nimagaki bu aytayman-ku, oxirgi 30 yilda bir necha marotaba bo'lgan va bu navbatdagisi va bu ikkita lider o'rtasida aytishimiz mumkin, ikkita do'st o'rtasidagi odatiy muloqot formasi deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Vaqtinchalik sovuqlashdi. Masalan, qarang, bu 2 kun oldin sovuqlashdi, mana kuni kecha o'tgan kun ikkalasi birgalashib yana Eronni urdi. Bu hech bir umid beradigan holat emas. Endi o'z real holatda agar tahlil qiladigan bo'lsak, real holatda hozirgi urushda Netanyaxuning maqsadlari boshqa bo'lib qoldi, Donald Trampning maqsadlari boshqa bo'lib qoldi. Ikkalasining ham o'zini maqsadlari bor, asosiy muammolari bor. Maqsad demaylik, muammolari bor. Donald Tramp hozir yuqorida ekspertimiz juda ham to'g'ri aytib o'tdilar, muhtaram elchimiz. Tramp uchun hozir bir nimandir g'alaba deb e'lon qilish kerak va o'zi uchun juda muhim bo'lgan sanalarga, shu mundialga, Amerikaning 250 yilligiga va oraliq saylovlarga tayyor bir holatda kirish kerak. Ya'ni tayyor holatda qanaqa bir toza bir g'olib holatda kirish kerak. Shunga u harakat qilyapti. Undan tashqari Amerika iqtisodiyotiga bu urush ta'sir qilishni boshlagan. Benzin narxlarini o'zgarishi kuzatilyapti bu yerda. Gaz narxlarini o'zgarishi kuzatilyapti va Tramp Amerika xalqi buni ko'tara oladi degan bir qat'iy ishonchda. Lekin bu qanchalar haqiqat bo'ladi bilmaymiz. Netanyaxu uchun ham vaziyat murakkab. Netanyaxuga ham buni takrorlab o'tirish shart emas. Ekspertlar juda yaxshi takrorladi buni, aytib o'tdilar. Nimadir deb kirish kerak hozir. Muhim sanalarga u ham nimadir bir yaxshi gaplar bilan borish kerak. Umumiy maqsadlar hozir bitta emas. Avval birga edi deb aytolarmidik, boshda shu urush boshlanganda, ikkalasi umumiy maqsad yo'lida birlashgan edi. Hozir ularning maqsadi bir xil emas. Hatto Eron masalasida ham pozitsiya hozir bir xil emas. Donald Tramp boshqa narsani xohlaydi Eron bo'yicha, Netanyaxu boshqa narsani xohlaydi. Netanyaxu oxirgi 30 yil davomida nechta Amerika prezidenti o'tgan bo'lsa, hammasini Eronda yadroviy dasturni tugatish bo'yicha ko'ndirishga harakat qilgan. Biror bir natijasi, uni erishgan hozirgi natijasi shu Obama davrida 2015-yildagi yadroviy kelishuv buni eng katta natijasi bo'lib turibdi hozirgi vaqtda. Masalan, mutaxassislar buni hisoblab chiqdi.
Trampni erishgan natijasi Obamani erishgan natijasi bilan solishtirganda qanaqa deganda, Obamani erishgan natijasini 10% ham Tramp shunaqa katta urush bilan hali nima qilgan yo'q, erisha olgan yo'q yadroviy dastur bo'yicha. Obamani kelishuvida Iron yadroviy dasturi bo'yicha juda katta yon berishga majbur bo'lgan edi. Bu umuman ballistik raketalar masalasi yurdi ochiq qolgandi, lekin yadroviy dastur bo'yicha Iron juda ko'p yon bergan edi. Nimagaki o'shanda Ironda hokimiyatda turgan yoki Iron maslahatlashayotgan kuchlar muzokaraga borish to'g'ri deb hisoblagandi. O'shanda ular Xurmuzni yopib qo'yish haqida gapirganda, yo'q bu katta urush bo'ladi, Xurmuzni yopish bu Iron uchun xavfli degan to'xtamga kelib, ham yadroviy kelishuvga borgan edi. Donald Tramp katta bir urushni boshladi. Xurmuzni Iron yopib qo'ydi. Bu Iron uchun, shtatlar uchun strategik mag'lubiyat, buni hamma aytayapti va natija yadroviy dastur bo'yicha hech narsaga erishmadi. Va shundan aytishimiz mumkinki, qisqa qilib ikkalasini o'rtasidagi aytishuvlar, hattoki mushtlashuv bo'lsa ham bundan hech bir umid qilishimiz kerak emas. Nimagaki hozir ularning maqsadi ikkiga bo'lingan bilan oxir oqibat ularda bitta gap, Iron masalasi baribir qoladi. Bittasi unaqa xohlaydi Irondan, biri bunaqa xohlaydi, lekin baribir Ironni hozirgi kuchli, qudratli Iron ikkalasiga ham kerak emas. Marhamat. Kimni fikrlar bo'lsa man ham shu qo'shilgan holda Shavkat akaning gaplariga albatta yuqorida ham aytib o'tildim. Hozir strategiyalari o'zgarishsiz, lekin taktik anaqalar bor, kelishmovchiliklar, farqlar bor. Oxir oqibatda bugun kuni kecha sodir bo'lgan bu aytishuv, bu dashnomlar, bu Trampga xos xususiyat, dashnom berish, o'rgatish, urushish, kimnidir aytdim ham, qaytdim ham, so'zida qabilda ish tutadigan odam. Shuning uchun bugun agar urushgan bo'lsa, ertaga yana ular o'sha strategik masalalar bo'yicha yana majburlar bir kelishimga kelishadilar. Albatta bu siyosatni baribir davom ettiradilar. Va men yana qo'shimcha qilib aytmoqchi edim, o'sha hozirgi paytda AQSh ikkita tomonda o'yin olib boryapti. Bir tomonda mana Isroilni shu Livanga qarshi o't ochish kampaniyasini tugatishga majbur qilyapti. Ikkinchi tomondan esa o'sha yerda hozir Washingtonda muzokaralar ketyapti. Livan parlamenti spikeri Nabih Berri hozir o'sha yerda, u Shia ahlini eng ko'zga ko'ringan vakili va Hezbollohga u demak shunday siyosat olib boryapti. Hozirgi paytda ko'rib turishibdi, chunki hozir Isroil juda ham ko'p infrastrukturalarni Hezbollohni ishdan chiqaryapti. Ular kuchni ko'ryapti va hozir hamma narsani yonaqa qo'yishdiki, murosaga kelish, tinchlik anaqa sulh shartnomasini Livanda o't ochishni to'xtatish masalasi turibdi. Bunga albatta Netanyahu qarshilik qilyapti. Mana ko'ramiz qanchagacha boradi. Lekin baribir alternativa yo'q. Baribir meni fikrimcha bu kelishuvga bu bitimga kelishiladi. O'zi muddatlari ham mana apreldan boshlandi, sulh kelishuv 10 kun, yana 40 kun, baribir. Bundan avvalgilari ham shunday bo'lgandi, 52 kunlik urushda ham. Endi hozir holat mavhum holatda, na urush, na tinchlikda. Mana вроде бы aytishyapti, что o't ochish to'g'risida kelishilgan, mana lekin o't ochishni mana AQSh birinchi buzdi, javob qaytardi. Ya'ni bu juda ham haligi nozik masala. Mort holatdagi qandaydir holat, hali hal bo'lmagan mavhum holat saqlanib turibdi. Buni hal qilish yo'li albatta ko'proq Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'lida hozirgi kunda. Shu urush haqida prognoz qilayotgan, shu urushni tahlil qilayotgan ko'pchilikda bugun shunday bir xulosa shakllandiki, bu urush tugamaydi. Urushdagi keskin harbiy nuqtalar tugashi mumkin, lekin Xurmuzni blokadasini Iron bu yaqin yillar ichida ochmasligi ehtimoli juda ham yuqori, ko'pchilik shunday baholaydi va yadroviy dasturdan voz kechmaydi. Bu yaqin orada bunday yon berishga bormaydi va Qo'shma Shtatlar shu ikkalasini so'rashdan o'zini tiymaydi. Ya'ni urushni faol harbiy fazasi balki tugashi mumkin. Ya'ni doimiy o't ochishlar, doimiy almashinuvlar, shunday harbiy to'qnashuvlar ehtimol
pasayishi yoki vaqti bilan bo'lib turishi mumkin, lekin ikkala tomonni yarashish uchun ko'pchilik aytadiki, yillar kerak bo'ladi. Ya'ni yillar davomida jahon iqtisodiyoti bu urushdan zarar ko'rib turaveradi. Yillar davomida bu urushni salbiy ta'siri Markaziy Osiyoni ham bir chekkasida sezilib turaveradi. Yillar davomida Yevropada ham bu seziladi. Butun dunyoda bu urushni ta'siri sezilib turadi. Ko'pchilik bugun shu fikrda. Masalan, boshda aytgan shu 5 kunda tugaydi urush yoki Amerika g'alaba qozonadi, Amerika Eron masalasini aytaylik bir haftada hal qiladi. Buni hammasi o'zini oqlamadi. Kim shunday degan bo'lsa, hamma noto'g'ri edi. Lekin boshdan aytilgan gap bor ediki, bu urush uzoq yillar davom etadigan urush. Ya'ni urushning faol harbiy fazasi balki tugaydi yaqin orada, lekin urushni umumiy urush kayfiyati murosasizlik, muzokaralarga bormaslik va tomonlar bir-birini inkor etishi bu yaqin orada to'xtamaydi va jahon iqtisodiyoti hozir shunga tayyorgarlikka o'tishni boshlagan. Ya'ni vaziyat shunday qolar ekan, biz nima qilishimiz kerak? Masalan, Xurmuzga bizga tovarlar kirib keladi, Markaziy Osiyoga tovarlar Xurmuz orqali biz olamizmi? Umuman aylanadimi? Yoki Bandar Abbos bizga kerakmi? Shu yerdan yuk keladimi? Eronda tinchlik bo'lishi bizga kerakmi? Shu yerdan bizga yuk keladi yoki boshqa davlatlar ham. Masalan, Markaziy Osiyo misolida aytdim. Hamma hozir shu keskinlik sharoitida, ya'ni qanday qilib o'ziga alternativalar topish haqida o'ylayapti. Masalan, hamma faol tarzda hozir o'rta koridor haqida gapiryapti. Mana Xitoy, Qozog'iston va Kaspiga tushish haqida gapiryapti va bunga hozir investitsiya qilmoqchi bo'lganlar, buni tezroq ishga tushirmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p. Nimagaki, biz balki ekspert doiralarida qo'limizda tahlillar bor, faqat aytaylik real material, nima deydi, eshiklar ortidagi ma'lumotlar yo'q-ku bizda. Biz e'lon qilingan ma'lumotlar bilan ishlaymiz. Lekin qo'lida shunday ma'lumot borlarni xatti-harakatdan tushunishimiz mumkinki, dunyo uzoq vaqtlik bu keskinlikka o'zi alternativa qidirishni boshlagan. Shundan ertaga sulh bo'ladimi yoki 10 kundan keyin sulh bo'ladimi degan gaplar bu urush uchun xos emas deb hisoblayman. Va mana urush haqida gapirdingizda, Shavkat aka, Eron o'zining raketa va dron zaxiralarini yana qaytadan tikladi degan katta nashrlarda xabarlar chiqadi. Albatta, chunki Eron bu urushga yillar davomida tayyorlangan. Eronning potensiali ham harbiy jihatdan, ham resurslar nuqtai nazaridan, ham intellektual nuqtai nazaridan ular nima qilishni biladi. Mana domla ham Eronshunoslar juda yaxshi biladilar Eron haqida. Eronliklar bu urushga har tomondan tayyor. Va hozir Eronda urushga nisbatan kayfiyat qanday degan savol qo'yadigan bo'lsak, Eronliklar urushga hammasi bir tanu bir jon bo'lib, deyarli 90% odam bu urushni nima qilib turibdi? Qo'llab turibdi. Oxirigacha olib borish kerak, biz g'alaba qozonyapmiz, g'alabamizni haqiqiy g'alaba qilib rasmiylashtirib olishimiz kerak degan bir kayfiyatda yashayapti Eronliklar. Rahmat. Bitta qo'shimcha qilmoqchi edimki, ya'ni Shavkat aka ham, Abror aka ham aytib o'tganlaridek, Tramp bilan Netanyahuni o'zaro urushi bu mohiyatan do'kon ro'molni qurishidagi gap. Va endigi asosiy masala bu yerdagi xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning munosabatlari ham ta'sir qilyapti. Masalan, Xalqaro energetika agentligining rahbari, Xalqaro valyuta fondi va Jahon banki rahbari bilan birga qo'shma umumiy xulosani e'lon qildiki, unga ko'ra maksimal 3 oy ichida strategik zaxiralarning tugab borishi va neft narxini bundan keyin ushlab turish imkonsizligi haqidagi fikrlar. Ya'ni maksimal qo'limizda 3 oy bor deb turibdi-da. Ya'ni bu narsani Eron ham hisobga olib turibdi. Chunki Xormuz bo'g'ozining yopilganligi holati bu narxlarga keskin ta'sir qiladi. Hozir strategik zaxiradan $200 ko'tarilmadi bir barrel deyishganiga sabab juda katta o'sha energetik davlatlarning ittifoqi bor. Ular endi bu boy davlatlar ittifoqida, ular shunday qora kunga deb juda ko'p neft zaxiralariga ega. Uni zaxirani tinimsiz ishlatishyapti. Lekin buni to'ldirish ham kerak degan masala bor. Ikkinchidan bo'lsa, hozir ko'pincha shuna fikr yuritishadiki, ko'pchilik mana Amerika Qo'shma Shtatlariga bu shunchalik zarar emas, chunki yaqin sharqdan neft sotib olmaydi. Lekin unutmaslik kerak, bozorda qaysi davlatdan sotib olish emas, bozor narxi, masalan, amerikaliklar bozor narxiga qarab sotib olishadi-da. Va bu neft narxi masalan qayerdan ko'tarilsa yoki qayerda pasaysa, o'sha darrov butun dunyoga ta'sir qiladi. Ishlab chiqarasizmi, yo'qmi, o'sha narxga hisobga olishga majbursiz degan masala bor. 3-o'rindagi yana bir masala bor, ya'ni eng asosiy xulosa berishyaptiki, bu yerdagi asosiy stabillashtirish uchun, bu muammolarni hal qilish uchun narxni ko'tarishga majburmiz deyishyapti.
Ya'ni bozordagi, ya'ni davlat hadeb aralashib yuborsa ham bu barqarorlikka ta'sir qiladi. Shuning uchun ya'ni qarama-qarshiliklarni, ya'ni muammoli holatni hal qilish uchun agar energetika o'sha xom ashyolar narxi, neft, gaz narxi ko'tariladigan bo'lsa, bu bozor tartibga tushadi. Ya'ni kimdir sotib ola oladi, kimdir bo'lsa sotib ola olmaydi, kamaytiriladi. Shunda ya'ni qaysidir ma'noda kapitalizm, yovvoyi kapitalizm qonuni, ya'ni bu o'sha Adam Smith, David Ricardolar ishlab chiqqan nazariya amalga osha boshlaydi. Bu holatda bo'lsa, qaysidir davlatlar zarar ko'ra boshlaydi. Mana shu holatlar Qo'shma Shtatlar ham. Shuning uchun ham muddat Tramp qo'lida kam va Eron shundan bilib turib, noyabrdagi saylovlargacha ham olib borishga harakat qilyaptiki va Eronning maqsadi endi AQShning hukumatida ham, ya'ni shunga asosiy maqsadlardan biri sifatida qo'llanyapti-da. Agar saylovlarda Tramp mag'lubiyat sifatida bo'lsa, bu Amerika ichki jarayonda AQShdagi hokimiyatni almashtirish darajasiga yetgan bo'ladi. Eron uchun bu juda katta g'alaba hisoblanadi. Ham mafkuraviy, ham geostrategik jihatdan. Shuning uchun endi men Hormuz bo'g'ozini yillab yopilgan holati bo'lishiga nisbatan pessimistik fikr bildirgan bo'lardim Shavkat aka, chunki bu holat endi butun jahon iqtisodiyotiga juda katta zarar. Lekin bir narsani endi jahon iqtisodiyotining ko'plab subyektlari majbur bo'lishadi xuddi shunday risklarni hisobga olishga. Xohlagan vaqtda xohlagan yo'l yopilib qolishi mumkin degan masalaga. Rahmat.